Mirzo Ulug'bek o'zbek xalqining faxru iftixori, dunyo astronomiya fanining yirik namoyandasi bo'lib, 1394-yilning 22-martida Amir Temur saltanatining qishki chorbog'i, hozirgi Eronning Sultoniya shahrida tavallud topgan. 1449-yilda 27-oktyabr Samarqandda vafot etgan. Otasi Shohrux, onasi G'iyosiddin Tarxon qizi Gavharshod begim bo'lgan. Amir Temur suyukli nabirasi Muhammad Tarag'ayning go'dakligidan bilimdon ustozlar qo'lida tarbiyalanishiga alohida e'tibor qaratgan. Ulug'bek yoshligidan ilm o'rganishdan tashqari chavandozlik, qilichbozlik, kamon otish, suzish kabi jismoniy mashqlar bilan faol shug'ullangan. Mirzo Ulug'bek kuchli tahliliy tafakkur sohibi bo'lib, murakkab matematik amallarni dilida bajara olgan. U oliy madrasada talabalar uchun o'qigan badiiy fanlarga oid ma'ruzalarida trigonometrik va sferik astronomiyaga oid hisob-kitoblarni ham yoddan hisoblay olish qobiliyatini ko'rsatgan. Ulug'bek o'z shogirdlari bilan birga pi soni va sin 1 gradusning qiymatini juda katta aniqlikda hisoblab chiqqan. Mirzo Ulug'bek rahbarligida Quyosh yilning eng aniq qiymatini hisoblab chiqqan. Bu ko'rsatkich 365 sutka 6 soat 10 minut 8 sekundga tengdir. Hozirgi zamonaviy hisob-kitoblarga ko'ra bu qiymat 365 sutka 6 soat 9 minut 9.6 sekundga tengdir. Bu qadar aniq xulosani olishda ishlatilgan matematik, trigonometrik va astronomik usullar hanuzgacha jumboqligicha qolmoqda. Mirzo Ulug'bekning aqliy qobiliyati, xususan mantiqiy fikrlash tarzi ham nihoyatda kuchli bo'lgan. Mirzo Ulug'bek uzoq yillar davomida olib borgan ilmiy izlanishlari natijasida matematika, astronomiya, tarixga oid asarlar yaratgan. Biroq bizgacha mutafakkirning 4 asari Ziji Jadidi Qo'ragoniyning yangi astronomik jadvallari nomli matematikaga oid 1 daraja sinusini aniqlash haqida risola, astronomiyaga oid Risolai Ulug'bek va tarixiy arba ulus, ya'ni 4 ulus tarixi asarlari yetib kelgan. 1445-yili yozilgan Ziji Jadidi Qo'ragoniy asari allomani dunyoga mashhur qiladi. Kishilik tarixida yaratilgan yulduzlar jadvallari orasida eng mukammali hisoblangan mazkur Zij hozirgacha ham o'z ilmiy ahamiyatini yo'qotmagani bilan qimmatlidir. Dastlabki yulduzlar jadvali Ptolemeyga mansub bo'lib, milodning 2-asrida Iskandariya shahrida tuzilgan. Bu jadvalda 1029 ta yulduzning koordinatasi berilgan. Undan 800 yil keyin Sherozda Abdurahmon Sofiyning Turg'un yulduzlar suratlari nomli jadvali tuziladi. Bu jadvalda 1017 ta yulduz ko'rsatilgan. 1437-yili tuzilgan Ulug'bek jadvalida esa 1018 ta yulduzning aniq koordinatasi berilgan bo'lib, bu katalog asrlar davomida dengizchilar uchun geografik koordinatalarni aniqlashda eng ishonchli manba bo'lib kelgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Ulug'bekning ilmiy ma'naviy merosi bugungi kunda ham butun dunyo insoniyatga xizmat qilmoqda. Alloma kashf etgan kuzatish astronomiyasining tadqiqot metodlaridan hozirgi zamon astronomiya fani muhim asos sifatida foydalanmoqda. Uning rahbarligida ishlab chiqilgan astronomik jadvallar Yevropada yangi davr sivilizatsiyasi uchun g'oyat ahamiyatli tayanch bo'lib xizmat qilmoqda.